Marg'ilondagi iftor bozori haqida bilasizmi? Bugun mana shu joy haqida gaplashamiz. Aynan Ramazon oyi uchun tashkil etilgan ushbu bozorchada yo'q narsaning o'zi yo'q. Turli mazali taomlardan tortib, ho'l va quruq mevalar, salatlar, sharbatlar, xullas hammasi shu yerda ekan. Endi tezlik bilan narxlar bilan tanishamiz. Uyda tayyorlangan mana shunaqangi mazzali patilar ham bor ekan, narxlari 10 ming so'mdan ekan. Qulpinoylar ham bor ekan, narxlari 35 ming so'm ekan. 10 xilga yaqin xurmolar ham bor ekan, 15 ming so'mdan 65 ming so'mgacha ekan. Kilosi 40 mingdan boshlab 100 minggacha bo'lgan uzumlar ham bor ekan. Jizzali non 8 ming so'm, go'shtli non 20 ming so'm ekan. Issiqni ekan. 6 xildan ortiq sharbatlar, narxlari 10 ming so'mdan ekan. Tayyor norinlar, narxlari 110 ming so'm ekan kilosi. O'sha mashhur Qo'qon holvalari ham bor ekan, narxlari 25 ming so'mdan 70 ming so'mgacha ekan. Nisholda narxlari 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha ekan. Mazasiga gap yo'q ekan lekin. 5 mingdan 12 ming so'mgacha somsalar ham bor ekan. Issiq tilimiz 160 ming kilosi. No'xatimiz 18 ming kilosi. Ili sho'rvada qaynagan. Yana qayerda xuddi mana shunday bozor borligini bilasiz? Kommentda fikringizni yozib qoldiring. Videoni esa ro'za tutayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.